Qorako'l ichki ishlar bo'limining militsiyasi o'zining jiyanini otganlikda gumonlanmoqda. Bu haqda Sputnik Qirg'iziston agentligiga Issiqko'l oblast ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati bildirdi. Militsiyaning so'zlariga ko'ra, voqea kech Teplokulichenko qishlog'ida bo'lgan. Gumondor Aqsuv rayonining militsiyasiga o'zi kelib jinoyatini tan olgan. Odam o'ldirish fakti bo'yicha bir qancha ekspertizalar o'tkazildi. Hozirda voqea sabablari o'rganilmoqda. Jinoyat va jazo kodeksining 97-moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'ash masalasi hal qilinmoqda. Gumondor fuqaro qamoqqa olindi. Migratsiya bo'yicha davlat xizmati Qirg'izistonga kirgan barcha chet el fuqarolarini ro'yxatini tashkil qilgan elektron baza tuzish to'g'risida qonun loyihasini taklif qildi. Qonun loyihasi murojaatnomasida asosan o'lkada ish yo'q bo'lganligi sababli chetga chiqqan fuqarolarning soni ko'paygani aytilgan. Shu sababli Qirg'iziston hududiga noqonuniy kirgan chet el ishchilarini nazorat qilish uchun mazkur qonun loyihasi taklif qilinayotgani aytiladi. Taklif qilinayotgan qonun loyihasiga ko'ra Qirg'iziston hududiga kirgan barcha chet el fuqarolari ma'lumot bazasiga kiritiladi deb aytiladi qonunda. Migratsiya xizmatining mutaxassislari mazkur norma noqonuniy muhojirlikka barham berishini bildirishdi. O'sh shahridagi qushxonalar bir joyga jamlanadi. Veterinar inspeksiya ularni sanitar talablarga mos keltirish uchun O'sh meriyasiga shunday taklif yubordi. Shaharda 7 qushxona bor. Qoida bo'yicha ular aholi istiqomat qiladigan hududdan 500 metr uzoqlikda bo'lib, sanitar talablar saqlanishi kerak. Biroq shart bo'yicha ish olib borganlari deyarli yo'q. Mavzuni batafsil muxbirimiz bayon qiladi. O'shdagi qushxonalarning birida bir kunda 10 dan ortiq jonivorlar so'yiladi. Olib kelingan jonliqlar maxsus veterinarlarning nazoratidan o'tkaziladi. Maxsus joydagi vaziyat tasvirda namoyish etilmoqda. Xodimlarning so'zlariga ko'ra, sanitar holat doim saqlanib kelinyapti. Anan turusini aytsam, bizde hem az nemede kichine so'yish bo'layotgan momentda biz действительно уборкага ulgurmay qolamiz. O harakat qilamiz, tap-toza qilib nima qilishganга, u vaqt o'sha vaqtida tozalab turamiz. Anan so'yish bitgandan keyin уборкасын yaxshina qilib, qululib, tap-toza qilib, tozalab, joy-joyina qo'yib qo'yamiz. Bar jo'g'iz normalniy, arqaga bar jo'g'ini tekshirib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Bizda unday zamechaniya bo'laylegan, erdirdi. Ayıldan chiqqan zamechaniya bo'laylegan. Ayılda yo'q, zamechaniya bergan yo'q hech kim. Yana bir muammo, maxsus joy aholi istiqomat qilgan hududda joylashgan. Birgina bu yerda emas, shaharning barcha qushxonasidagi vaziyat shunday ekanligini veterinar xodimlar aytadi. Keyin o'sha 2000-yildan tegerегинде уруксат berilib qurildi. O'zingizlarga belgili bo'lganday, aluu bo'yni punktlar o'sha mezgildagi talabga to'g'ri kelishdi. Hozirgi mezgilde biz o'zimizning sunuşimizni meriya tarafına berib o'tamiz. Mana taможный союзга kirganlikka байланыштуу алардындагы талаптар abdan qattiq bo'lib o'tadi. Kun isigan vaqtda qushxonalar tevarak atrofida turli yoqimsiz hidlar paydo bo'lib, mahalliy yashovchilarning noroziligiga sabab bo'lgan. Bunday vaqtlarda ko'rsatilgan maxsus qoidalar saqlanishi kerak. Sanitardik havolga javob bergan, o'shol yerda ishlagan xizmatkorlarga mol so'yish joyda qishloqqa dushovoy giyinib, ishga kiygan kiyimlari, spes одеждалар bo'lishi kerak. Ertemenen gelip kech şu talapga javob berib, xlorlar bilan tozalanib, обработка olib turish kerak. Qushxonalardagi mazkur muammoni hal etishning birgina yo'li bor. Bu ularni birlashtirish. Masalan, Sovet ittifoqi vaqtida mazkur yer go'sht kombinati bo'lgan. Hozirda sharoitlar yaratilib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining talablariga muvofiqlashtirilgan. Bütün şartları, kanalizatsiya, su, водоснабжение bütün sentralizovаны. Hech qanday bunda o'rinlar sirtqa chiqib ketmaydi. Anam adamning chechine turgan yerlari baldarga dushovoy рабочийларга, dushovoy, stolovoy buti var. Ana mehmonlar kelganda shu naблюдательный video kameralarni qo'yib qo'yganmiz bu saqqa. Adamlar o'tirishib, choy ichib kutib turadi. Qushxonalarni shahar chetiga jildirish uchun soha mutaxassislaridan komissiya tashkil etilgan. Ular go'sht kombinatidagi vaziyatlarni ko'zdan kechirib, natijalarni mahalliy hukumatga yuborishgan. Agar shahar meri buni ma'qullasa, muammo hal etilib, qushxonalar aholi istiqomat qilgan hududlardan ancha olisga jildirilishi mumkin. Shavkatbek Umarov, Ermek Muratbek o'g'li, Munar Arzibek o'g'li, Intimaq.
Kam ta'minlangan oilalarning farzandlari 2 yil ichida 30 mingga qisqardi. Bu haqda Ijtimoiy rivojlantirish ministrligi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida davlat tomonidan yordam puli olganlar 9,5% ga kamaygan. 2014-yili ijtimoiy rivojlantirish tomonidan 3336,2 ming kam ta'minlangan oila farzandlariga yordam puli to'lansa, ularning soni joriy yilda 304,3 mingga qisqargan. Bu yil Qirg'izistonda umumrespublika testiga 48 mingdan ortiq maktab o'quvchisi ro'yxatga olingan. Bu haqda Fan va ta'lim ministri Elvira Sariyeva bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, test jarayoni 3 bosqich bilan olib borilib, asosiy turi 17-19 may va 21-22 mayda bo'lib o'tadi. Qo'shimcha ro'yxatga olishning asosida tanlov 23-24 iyunda o'tkaziladi. Ministrning ta'kidlashicha, hozirda test jarayonini olib borish bo'yicha 124 test markazi ochilib, tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. Qirg'izistonda 15 yildan buyon umumrespublika testi o'tkazib kelinadi. Bu test natijasi bilan abituriyentlar oliy o'quv yurtiga kira olishadi. Joriy yilda maktabni 62 ming bitiruvchi tugatadi. Dunyoga mashhur bo'lgan Yevrovideniya tanloviga bu yil 60 yil bo'ldi. Ko'plagan qo'shiqlarni mashhur qilgan, muvaffaqiyatga yo'l ochgan tadbirning 60 yilligi munosabati bilan Shvetsiyaning Stokgolm shahrida ko'rgazma uyushtirildi. Unga 1956-yildan buyon tanlovga ishtirok etgan ishtirokchilarning kostyumlari va xalq orasida mashhur bo'lgan qo'shiqlar qo'yilgan. Yevrovideniyaning 60 yilligi munosabati bilan Shvetsiyaning Stokgolm shahridagi ko'rgazma tashkil etildi. Tadbir ABBA guruhining muzeyida bo'lib o'tmoqda. Bu musiqiy guruh 1974-yil Yevrovideniya tanlovining g'olibi bo'lib butun jahonga tanilgan. Bundan tashqari mazkur musobaqa orqali muvaffaqiyat qozongan qo'shiqchilar ko'p. Ayrim chiqarmalar 10 yildab el arasында taqtuluğun жоғалтпай keldi. Алардын баары Евровидение сынагына катышкандар. Баары ийгилик жараткан. Fleming qo'shig'ini kuylagan shvetsiyalik xonanda Karola Häggkvist musobaqada 3 marta o'z o'lkasining bayrog'ini yuqori ko'targan. Men birinchi жолу Евровидениеге 1983-жылы катышканмын. Ал убакта 16 жашта болчумун. Мюнхенге келгенимде өзүмдү жеңүүчү сезчүмүн, себеби мен үчүн чоң өзгөрүүлөр алдыда турган. 1991-жылы жеңүүчү болгонумда менин бардык кыялдарым орундалган. Xayrli kech Yevropa deb nomlangan ko'rgazmada ishtirok etgan mashhur kostyumlar qo'yildi. Shu bilan birga tanlovdan keyin dunyo musiqasida mashhurlikka erishgan qo'shiqlardan birini ham tinglash imkoni yaraldi. Yevrovideniya ilk marotaba 1956-yili boshlangan. Shundan buyon dunyodagi mashhur tanlovlarni biriga aylangan. Hozirgi kunda uning auditoriyasi 600 million tomoshabinga ega bo'lgan. Yevrovideniya Stokgolm. Bu yili tadbir Stokgolm shahrida o'tkaziladi. Final bosqichi esa 14 mayga rejalashtirilgan.